Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismi sharifingiz, qayerdansiz? Ismim Xatamjon, Farg'onadanman sizda. Kasbingiz? Kasbim o'sha mebel ustoziman. Bazis kursida o'qishga nima majbur qildi sizni? Bazis kursida o'qishga, bazisda qulayliklari, kelib chiqayotgan xatoliklardan shuni o'rganishga ahd qildim. Mana o'rgandim. Oldingi ishimga nisbatan ancha yengillik o'zimda bilim oldim. Kursda asosan nimalarni o'rgandingiz? Kursda asosan shu bazisda mebellarni 3D formatda chizish, yig'ilishlari qanday holatda, chertyojlari, o'zimdagi kamchiliklarni to'ldirdimda. Mana bugun bitirdingiz. Ustozlar ta'lim berishi sizga yoqdimi? 10 ballik bahodan necha qo'yardingiz? Juda a'lo darajada. Menga juda ham yoqdi, chunki 10 dan ham yuqori qo'yaman. Imtihonda o'zingizni loyihangizni topshiribsiz. Nima loyiha bajardingiz? Ko'hna mebel Ko'hna mebelni chizib, chizmasi, chertyoj hamma holatda chizib topshirildi. Xudoga shukr, o'tib oldik. O'z xohlagandek chiqdi. O'zim xohlagan ideal holatda chiqdi. Mana mebelchi hamkasblaringizga shu kursda o'qishni tavsiya qilarmisiz? Men o'zim hamkasblarimga tavsiya qilardim. Sabab kelinglar, o'qinglar, chunki bu yerda ustozlar ham juda darajasi baland ustozlar ekan. O'zlaringda kamchiliklarni bu yerda o'zi ko'rar ekansizlar. Men o'zim u yerda yuqori darajada ko'rardim. Hozir bu yerga kelib bildim, o'sha ishimning kachествоsi pastligini. Buni o'rgangandan keyin o'sha sezyapman, o'sha yaxshi, bundan ham yaxshi mebel chiqarishimga ko'zim yetib turibdi. Brauf akademiyasi ishonchli hamkor.